Hammaga assalomu alaykum. Bugun men tog'dagi hamma basseynga borib ko'raman. Eng arzonidan eng qimmatigacha basseynlarni solishtirib ko'ramiz. Ketdi. Bugun men 6 ta top basseynlarga borib ko'raman. Kelinglar Amirsoydan boshlaymiz. Amirsoy basseyniga kirish uchun mana shunaqa resepsiyonga kirasizlar, qo'lingizga mana bunaqa braslet taqib qo'yishadi. Shu braslet bilan basseynda bemalol cho'milsanglar bo'ladi. Ularning aytishlari bo'yicha soat ertalabki 9 dan kechasi 7 gacha ishlaydi basseyn. Limiti yo'q. Bir martalik to'lov qilasizlar va yopilgungacha cho'milsanglar bo'ladi. Shunaqa gaplar. Atmosferasini o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. O'zingizlar kommentariyada yozinglar. 200 mingga shunaqa sochiqlari bilan shu vidda cho'milishga arziydimi? Mana bunaqa sochiqlar ham berishardi, ha. Shu aplatani ichida bu yerda o'zini bari bor. Mana bu yerda sochiq olasizlar. Basseynini o'zingizlar ko'rasizlar. Mana shunaqa aylana shaklda qilingan. Endi hozir tushib ko'rib suvni, hamma kasiti, hamma narsasini ko'ramiz. Razdevalka mana shu bari orqasida mana bu yerda ekan, dushlar ham shu yerda. В принципе, вот такая вот раздевалка. И туалет тоже тут. Ну, что такие mana joylashib oldim. Basseynni ham ko'rishingiz mumkin. Hozir ko'ramiz. Temperaturasini ham, chuqurligini ham. Lekin mana bunisi o'ynayapti lekin. Ko'rasizlar? U yiqilish mumkin bundan. Nima qilay, sakrab tushing ekan. Ha, sakrab tushamiz. Ochim ham bitta sharmanda bo'lib, undan yiqilib tushgandan ko'ra sakrab tushgan yaxshi. Basseynning chuqurligi mana bunaqa ko'rishingiz mumkin. Men bo'yim 1.70 bo'lsa, men oyog'im hozir ichida turibman. Agar polni oyog'im turadigan bo'lsam, вот примерно mana bunaqa vid. Suv gradusini o'lchaymiz. Suv gradusini o'lchamayotganmiz. Uzr. Soatim o'chib qolibdi zaryadkasi. Lejaklari shu darajada ko'pki, xohlagan joyingizga joylashib, bemalol cho'milsangiz bo'ladi. Tozaligi ham juda yaxshi. Men o'zimga ichimlik zakaz qilib olib, kelguncha mazza qilib cho'mildim. Telefon zakaz qildim. Mana shunaqa vidda olib kelishdi. To'g'risini aytaman, sizlarga bu yerda tog' havosi bo'lganiga sal sovuqroq, mana shamol ham bo'yapti. Suvdan chiqqandan keyin ancha sovuq bo'yapti. Ustingizga ham yopib o'tirishingiz kerak, deb menga o'xshab ham quyoshda o'tirishingiz kerak bo'ladi. Atak atmosferasi ancha zo'r. Bitta единственный minus ko'rdim, nimagadir bu yoqda muzikani yoqishmayapti. Qanchalik sovuqligini tushunishingiz uchun mana ustimni shunaqa yopib-yopibman. Bu yoqda shamol rosa bo'layotgani uchun boshlarim muzlab qoldi. Вот. Уже chechamiz tushib qoldi, keyingi basseynga o'tamiz. Keyingi lokatsiyamiz Royal Garden. Kiraverishdan mana shunaqa resepsiyonda sizlarni kutib olishadi. Kattaligi narx 250 ming so'm. Atmosferasiga keladigan bo'lsak, juda qulay lokatsiyada joylashgan, tog'larning o'rtasida. Toza havo va chiroyli manzara. Undan tashqari, bolalar uchun kichik attraksionlar ham bor. Razdevalkasiga keladigan bo'lsak, juda toza. Xullas, bu yerda ham atmosfera uchun muzika qo'yib qo'yishgan, lekin juda past. Basseyni mana 3 xil zonadan iborat ekan. Slishkim yosh bolalarga, sal взрослыйroq attraksionlari bilan. Mamzinidan keyin уже взрослая zona. Bari ham shu yerda. Bari o'zidan mana bunaqa braslet bilan narsa olsanglar bo'ladi. Bu yerda mana bunaqa joyi ham bor ekan, qarshara. Suvi ham приятныйroq. Muzda ham emas, sovuq ham emas bo'ladi suvi. Hozir gradusini ham o'lchab ko'rishdi. Suvga tushib ko'ramiz qani. Bismillah. Так. Давайте сразу ko'ramiz. Gradusni ko'rasizlar, 27. Такой приятный суv. Suvi ham toza. Mana shu tozda narsalar olsanglar bo'ladi. Hozir olib ko'ramiz nimada. Cola Zero bor. В принципе, hamma narsa bor. Muzdek turibdi. Udobno. Shahzod, bu reklamaga Coca-Cola sizga to'ladimi ish qilib? Qo'yaman. Ozgina cho'milib keling. Ketdi. Xo'p, chuqurmas ekan. Mana shundan keladi. Balki naryoqlari sal chuqurroqdir. Uni ham ko'ramiz. Mana turgan holatdan mana shunday. Короче, odam kamligi yo'qotdi menga. Atmosfera yaxshiroq.
boshqa basseynlarga qaraganda. Quyoshdan isib ketsanglar, mana bunaqa chayonchikda o'tirsanglar bo'ladi, mana bunaqa ko'prikning tagida ham o'tirishga joylar bor ekan. Men bu basseynni ko'rdim, menga yoqdi. Endi nima deysizlar? Keyingi basseynga o'tamiz ham. Mana bunaqa perexod bilan keyingi basseynga o'tib ketamiz. Ketdik. Men o'sha mashhur 300 ming so'mlik Heaven's Garden basseyniga keldim. Mana razdevkasi mana shunaqa ekan. Ikkita dushi bor. Qo'l yuvishga mana bu yoqda rakovina bor. В принципе, kichkinagina razdevka и освещение nimaga kam. Освещение juda kam. Bitta dona svet mana shu полный razdevka. Atmosfera zo'r bo'lgani bilan bu yerda dress code bor ekan. Kupalniklar maksimal darajada ochiq bo'lish kerak ekan. Единственный момент bu yoqda nimagadir mana ustimdagi bor. Shunaqa ustinglardagi narsalar bilan shug'ullanamiz ekan. Aytishdi, maksimalni ochiq bo'lish kerak, kiyiminglar deyishdi. Bilmayman nimaga bunaqa, lekin rostdan hamma shunaqa cho'milyapti. Hayronman. Pravilosida shunaqa yozilgan ekan. Mayli, hozir shotlarga joylashamiz. Mana shu chetlarda cho'milamiz. Shu pulli ichida sizlarda mana bunaqa lejaklar bo'ladi. Lejaklar besplatniy. Но hammasida ham nimagadir zonchik yo'q ekan. Mana bitta ikkitasida bor. Qolganlari mana bunaqa quyoshda yotish kerak. Bu pulga bilmadim. Uncha to'g'ri kelmaydi sistemasi. Lekin vidga rostdan gap bo'lish mumkin emas. Vid ko'ringlar. Primoy to'g'riga qarab cho'milaverasizlar maza qilib. Hozir men Mahitda zakaz qildim, klassический, uni ham ko'ramiz. Podachasi qanaqa bo'ladi, narxi qanaqa. Suv lekin достаточно sovuq yo'q shu bor. Lekin normalniy sovuq suv ishonasizlarmi? Ustimdagi nima majburiy eshitishdim, nima tushib bo'lmas ekan, nikak. G'alati правила, если честно. Suv gradusini ko'ringlar. Suv gradusi 24 gradus. To'g'risi mana 23 ga tushdi yana. To'g'risini aytadigan bo'lsam, достаточно sovuq. Tog'li havo uchun obedda kelsanglar bo'ladi cho'milsa, lekin уже masalan 4-5 larda kelsanglar, menimcha chidab bo'lmaydi buni sovug'iga. Xullas, men o'zimga ichishga makita zakaz qildim. Mana makitani ham olib berishdi. Mana. Xullas, servis yaxshi. Yotgan joylarni o'ziga olib berishadi. Prinsipi hamma narsasi qulay. Bitta kelib ko'rsanglar bo'ladi. Men keyingi basseynga o'taman. Burchmullaga keldim, lekin bu yerda cho'milib bo'lmas ekan. Faqatgina xona olsangiz, basseyn tekin bo'lar ekan. Shu uchun Oqtosh Resortsga keldim. Bu yerda kirish 250 ming so'm. Sochiq alohida to'lovga. Mana shu basseyn menimcha puliga stoyib deb o'ylayman. Nimaga bilasizlarmi? Birinchidan 250 ming ekan. Ikkinchidan hech kim yo'q. И тоже вид yomon emas. Men tog'iga mana bunaqa vid. Yoki men slishkim voqli keldim. Javob voqlayapman, soat 1:30 bo'ldi. Libo o'zi hech kim tushmaydi bu basseynga, bilmadim. Mayli, tushib suvini ko'ramiz. Yana ustdan uchib ko'ramiz. Razdevkasi mana shunaqa ekan. Bu yerda dush. Oynalarni ochib qo'yishgan, chunki bu yerda sal hid bor. Bu odamlar mana bu narsalarni tashlab ham ketgan. Bu tualet bo'lsa kerak. Mana bu yerda ham bari bor ekan. Narsa faqat zakaz qilmoqchiman, lekin hech kim yo'q. Ko'rib turganinglardek. Mana mana shu joylashdim. Basseynni bitta o'zimman, как будто privatniy полный basseyn olganga o'xshaymi bor. Semiyni kelsanglar, bu naborot zo'r ekan, chunki hech kim yo'q, mazza cho'milasizlar, suv ham mana normalniy, toza, mana bunaqa narsalari ham bor. Qanchalik endi bu xavfsizligini bilmadim, hozir tushib ko'ramiz. Men o'zimcha xursand bo'ldim, hozir shunday uchamanda o'tirdim, lekin voqli xursand bo'lgan ekanman. Buni yoqishlar kerak ekan, bu yerdan suv oqib tursa, o'shanda uchsa bo'lar ekan. Bu hozir quruq bo'lib turibdi, plastmassani o'zi bundan hech qanaqasiga men tusha olmayman. Shunga bu ishlamayotgan ekan. Bilmadim. 250 ming so'm faqat basseynga ekan. Stoyitmi yo'qmi o'zingizlar kommentariyada yozib ketinglar. Ibotga kelganmisizlar yo'qmi? Suvi ham boshida toza deb ahamiyat bergan bo'lsanglar, hozir endi mana ko'rishinglar mumkin. Nimagadir suvi chetlari umuman yuvilmagan, umuman. Suvda mana bunaqa barqlar, har xil narsalar ham yotibdi. Mana suvi gradusini ko'rishinglar mumkin. Mana 27. Yomon emas. Mana 26 ga o'zgardi. Xullas,
O'zinglar baho beringlar bu basseynga. Mayli, keyingi basseynga o'ta qolamiz. Nima deysizlar? Keyingi basseyn Lake Charvak. Narxi 500 ming so'm ekan, lekin men yopilishiga 1,5 soat qolganida kelganim uchun 200 ming so'm qilib berishdi. Atmosferasi juda tinch va toza. Undan tashqari детский plashatkalari ham bor. Вот раздевалка, в принципе, аккуратная, hamma narsa kerakli narsalar bor. И ochasizlar, ichida sochiq место kiyimlarni qo'yishinglar uchun, lekin kiyim aniq qo'yiladi. Osib qo'yiladimi? Bizdan cho'ta aniqi yo'q. В принципе, hozir kiyinib basseyn boramiz. Bu joylari akkuratniy ekan. И to'g'rida dushni ham ko'ringlar. Вот, 4 ta dushi bor. Dushida mana shampun bilan gel bor. Ancha akkuratni qilingan. Bittada 4 ta joy. Menimcha talash bo'lib qolmaydi, chunki razdevалка shunga yarasha kichkina. И basseynga в принципе yetadi. Hop, basseynga o'tamiz. Вот лежакlar tekan. Shu stoyimizning ichida и лежакlar ham basseyn uchun достаточно. И atmosferani o'zingizlar ham ko'rishingiz mumkin. Ha, shunaqa vid. И men lejakda yotibman, dam olyapman. Keyin basseynga o'tamizmi? Ha, yo'q, to'xtanglar. Narx zakaz qilganman kesin, ko'raylik. Mana sok zakaz qildim. Stakan bilan sok olib kelib berishdi, shu doziga, shu yotadigan joyiga. Давайте suv temperaturasini ko'ramiz и chuqurligini. В принципе, четко. Температура воды 28. В принципе, приятный suv. Hech qanaqa hidi ham yo'q. Sovuq emas, issiq emas, zo'r. Yaxshi tarafi hozircha yangi ochilgan joy bo'lgani uchun odam yo'q. Ozgina cho'milamiz. Zo'rlar qilib qoldi. To'xting sizlarga. O'n bitta. Joyga uchsa bo'ladi. Sinab ko'ramiz ham. В принципе, вот так вот четко. То, что развлечениялari ham borligi, это уже yaxshi plus. Bu yerda ham bolalar uchun narsalar bor. Mana shunaqa uchasizlar, cho'milasizlar. Shunaqa atmosferada maza qilsanglar bo'ladi. Ovqat ham shu yerda o'ziga zakaz qilsa bo'lardi. Xullas, shunday katta basseynda bitta o'zim cho'mildim. Shu videoni oxirigacha ko'rganingizga sizlarga rahmat. Keyingi videolar qanaqa bo'lsin, qanaqa basseynlar bo'lsin, kommentariyada yozib qoldiringlar. Like bosib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.